Jayrona, nega turmushga chiqmoqchimisiz? Ha, Hikmatin aka. Yuring bu joyda shashlik-pashlik yeymiz. Yo'q, shart emas. Voy, tavba qildim. Tarbiyani qara. Tarbiyani udaridan o'tdi-ku bu. Ma. Jayrona, shu qarg'alar ham tug'armikan, ha? Bilmadim. Yuring, oshiq qalblarimizni muzlatish uchun marojni yeymiz. Yo'q, shart emas. Tavba qildim. Tarbiyani jinni basharasidan o'tdi-ku bu. Jayrona, sevishganlar haqida kino ko'rmaymizmi? Popkorncha ye. Yo'q, uyalaman Hikmatin aka. Onasini ham rosa yemgan ekanda bu qiz. Shu uchun axloqi zo'r ekan. Jayrona, Nasiya Komfortdan Nasiyaga iPhone oldim. Ularda zo'rda boshlang'ich to'lovsiz bitta pasport bilan plastik karta bilan kelsang bo'ldi. Korobkasini ham olib qo'ymaydi, iCloud'ini ham olib qo'ymaydi, sразу beradi. Eng muhimi O'zbekiston bo'yicha dostavka ham qilib berishadi. Bittasi senga. Yo'q, kerak emas. Bo'pti, senikini qaytarib beraman. Qizim, telefonni bera. Xizmatchadan bir marta so'raydimi, 2-3 marta so'rash kerak. O'zing shart emas debsan. So'rab bergancha urib ber. O'lakka tush, shashlik olib qornim ochmani. Kuysin bular. O'g'lim narkoman bo'lib qolgan, tabletkaga o'tirib qolgan. Qaniydi bir mard bo'lsa-yu, mana shunaqangi yomon narsalarni olib kiradigan odamni yo'q qilsa. Jinoyatchilar topdi. Aniq shular. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Taksi kerakmi aka? Olmi shu? Ha? Tushunarli. Sraz yopib tashladim. Qayerga ketyapsizlar? Yo'l bo'lsin. Toshloqqa? Toshloq bormi? Studentlar uyga ketyapti aka. Men ham sizlar bilan ketaman. Как раз bitta odam kerak edi. O'tiring aka. Aktyorlik qilma, taksichi rolini o'ynayapsanmi? Bilaman kimligingni. Tavba qildim. Hayda. O'tiringlar, bol. Siz ham Toshloqqa? Toshloqqa. Toshloqda qayerga? Toshloqni Toshlog'iga. Shopir. Oh, Mashinani chetroq to'xtat. tekshirma aka. Bagajdan narsa olishim kerak. Siz bagajga narsa qo'ymadingizmi? Men qo'ymayman, men olaman. Qo'y. To'xtat. Taksistman-da. Aktyor. Qotirib qo'yasizlar rolni. Hozir ko'ramiz. Nechinchi yilsan uka? 92. Oqligini qara mana. Sizlarda insof bormi? Insoflilar yutib qo'ygansizlar sizlar. Qanchadan qancha oilalar sizlarni deb barbod bo'lyapti. Jinnimisiz aka, nima qilyapsiz? Nima bu? Bu dastavka berib yuborgan, g'ilmindi qilar ekan. Bu nima? Har narsaga tegurmang, dastavka deyapman. Aynamosin. Qayerda qanaydimisiz? Aka chetroq to'xtatib oling. Nega? Chetroq to'xtatib oling, srochniga. Nima bo'ldi ularga? Voh, bilat. Kirdi, tikon kirdi. O'lja qo'limda. Jinoyatni oldinlari odamlar pinhona qilardi. Senlar ko'ppa kunduzi qilyapsanlar. O'zi biluvdi. Mana QR-kodingdan kimligingni. Nima ko'mayapsan? Xazina topdingmi? Xoni ham bormi?
Uyalmaysanlarmi odamlarni bolalarni nobud qilgan, ha? Ko'ramiz. Aka, bu men aql tushim chirigan. Daraxtiga ko'myapman, zo'r chiqargan deb. Basharang qursa, tishingni yuvib yur. Yuvsang o'lasanmi tishingni? Sassiq. Maraz. Olib keldingmi? Olib keldik iblis. San ekansanda hammasini boshida turgan, ha? Aktyor. Zo'r o'ynading rolingni. Qoch. Iblis sochni shakar choyda taradingmi? DiKaprio. Och ichida nima bor ekan buni? Yo'qda endi bu, ha? Buni ichida nima borligini men yaxshi bilaman. Senlar hammasini rejalashtirgansanlar. Och. Uyalmaysanlarmi? Qanchadan qancha ota-onalar sanlarni deb yig'lab yuribdi. Zo'r rang tanlabsanlar. Seni o'sha gapdan xursandman, iblis. Aka, siz rostdan jinni ekansiz. Ko'rgan narsangizni og'zingizga solyapsiz. Nima edi bu? Moy-ku bu, moy, mannol moy, mashinaga qo'yadi buni. Qayaniki bu? Yevropa mahsuloti, tarkibida nitriti bor. Narkotikmi? Qanaqa narkotik? Mikrokeramika deb ataladigan prisadkasi bor. O'shaning uchun ham rangi chiroyli. So'qqa o'xshar ekan. Aka, o'zingizga keldingizmi? Bur tishingni yur, sassiq. Baribir sanlar tagiga yetaman. Nima tagiga yetasan? Mana yetasan. O'zing borasan toshloqqa. Yur. Mana aka, dastavkangiz. Yur, oldimga tush. Yara ishdan bilan. Tez qol, bormi? Hozir. O'kala. Tinchlikmi, nima qilyapsan naryoqda? Ha, pomidor ekanmiz, pomidor. Barakasini bersin. Yoz chilasda pomidor. Paketni to'g'ri tashlaganmidi o'zi? Nima izlayapsan, ha? Nima izlayapsan? Qaniydi bir mard bo'lsa-yu, mana shunaqa yomon narsalarni olib keladigan odamni yo'q ko'rsa. Uka, jinoyatchilarga ushlashga yordam berganingiz uchun sizga katta rahmat. Ismingiz nima? Bo'ron. Baron? Bo'ron. Natijalar shuni ko'rsatyaptiki, afsuski sizda to'xtang doktor. Davomini aytmang. Tushundim, iltimos davomini aytmang. Inson uchun birinchi o'rinda sog'liq ekan. Sog'lig'ing bo'lmasa, shuncha boylik va davlatning nima keragi bor? Yo'q, yigitlar, shodda o'zim to'layman. Insondan yaxshilik qoladi. Duo qilib qo'ysanglar bo'ldi. O'rtoq, nima qilyapsan? Taksi kutyapti, jo'ra. Mana shu mashinamni ol. Mazza qilib minib yurgin. Tinchlikmi? Insondan yaxshilik qoladi. Nomimga duo qilib tursang bo'ldi. Avtomatmi bu jo'ra? Avtomat. Rahmat. O'rtoq, bilaman uysiz yuribsan. Mana uchastkamni kaliti. Bilasan, dang'illama qilib qo'yganman. Mana shu senga. Sen aqling joyidami? Nima uchun? O'rtoq, insondan yaxshilik qoladi. Duo qilib qo'ysang bo'ldi.
Do'sti, kommunalkasini to'lab qo'yganmisan ish qilib? To'langan. O'rta. O'rta bilaman. Oxirgi paytlar ancha qiynalib qoldim. Chaqalog'ing katta bo'lyaptimi? Sekin katta qilyapmiz. O'rta, mana oxirgi qolgan pulim. Mana shuni tirikchiligingga ishlatarsan o'rta. Hazillashma. O'rta odamdan yaxshilik qoladi. Duo qilib qo'ysang bo'ldi. Jo'ra. O'rta, mana bu lala ko'tagliklari bolangga berasan. Ishon namlikni zo'r saqlaydi, allergiya chaqirmaydi. Bolang mazza qilib xotirjam uxlaydi. Ahmad jo'ra. Puling sanalganmi? Sanalgan o'rta. Rahmat. Erkak yig'lamasin, davlat ketsa ham. Yo'q, manaqki doktor, manaqki sen nima aldading? Nima aldading meni? Nima qildim? Esingdami 3 yil oldin oldinga borgandim. Natijalarini ko'rib, afsus deganding. Men og'ir kasalmikanman deb o'ylab, hamma boyligimni ehson qildim. Mana 3 yil bo'ldi, ishtasi qilgani yo'q-ku menga. Aka, o'sha kuni siz o'zingiz gapim bo'lib, gapimni oxirigacha eshitmadingiz-da. Nimaga? Natijalar shuni ko'rsatyaptiki, men afsuski sizda gijja paydo bo'libdi demoqchi edim. Gijjamidi u? Ha? Ya o'l hovliqib butun boyligimni berib yubordim. Shu gijja qichitdi-da, ana shuning uchun berib yubordim men borka. Uyim yo'q hozir meni. Uyim yo'q. Gijja sababi? Gijja, mana shu qichitdi, berib yubordim. Oldiga bos, oldiga sal ko'tar. Ha? Qala jo'ra yo'qdimi zal? Bo'ladi yaxshi. Men chiqasanmi har kuni? Chiqaman. Ha, malades. Davay, yana 10 ta. Yo'q. Baba, to'libga cho'k kelyapti. Meni yo'q deb yuboring, iltimos. Bo'ldi. Ha, tolib qochak, bunday. Assalomu alaykum. Alaykum. Amaki turg'un uydami, zalga borishimiz kerak edi. Yo'q, qishloqqa ketdi, bir oydan keyin keladi. Ha. Zo'r chiqibdi lekin. Ketdi. Ya turg'un? Ya, Dadang seni qishloqqa ketdi dedi. hozir keldim. Ketdik zalga. Bugunmi? Ha, bugun? Qo'shni yaxshimisiz? Bugun jon deb borardim, lekin men qo'shnilar anunga borishimiz kerak-ku. Qayerga? Anun nima qilamiz dedingiz-ku? Nima edi u? Anunga nima qilib boramiz dedi, boramiz. Ay yo'q, unga ertaga boramiz. Men mulozaga chiqavering bugun. Ketdik. Men uni qilay. Nima? To'rt kiray. Hozir kelaman, sumkamni olaman. Ha, kutib turaman. Jo'rasan zalga boraver, men sochimni oldirishim kerak edi. Keyin boraman men. Bratan, sochingiz normal ekan. O'zi bugun zalga chiqavering, ertaga oldirasiz. Ko'p gapirma, suv bilan bo'lsa ham tarab qo'y. Jo'ra ish ko'p ekan, lekin buni sen boraver, men keyin chiqaman. Kutaman. Bugun men stressda edim-ku, qizim tashlab ketgan meni. Topdim. Meni sportivniy formam yo'q-ku. Sportivniy forma kerak deganmiding? Mana, xohlaganingni ol. Mana buni qara. Jinnicha shortiklar 120 ming so'm. Mana bunaqa shortik futbolkalar 105 ming so'm. Men bugun chiqa olmayman. Ayam fen olib kelgin, gilamni tozalaymiz degan jo'ra. Imbazardan ne только fen, har xil maishiy texnika topsang ham bo'ladi. O'yinchoq olishim kerak edi jiyanimga. Esimdan chiqdi, bora olmayman men jo'ra. Mana o'yinchoq. Pamperschi? Mana pampers. Atirchi dadamga. Mana atir. Pulni rezinkasichi? U ham bor. Angishyonachi? U ham bor. Yo'q narsani o'zi yo'q ekan deb yo'qda, ha? Xohlagan narsangni ol, iltimos zalga chiq. Ey, Sandar dev. Chiqmayman zalga. Yoqmadi menga zal. Nima azob o'zim jonimni qiynab menga. Sen jinnimisan, kachok bo'lasan, immuniteting ko'tariladi. Saniki ko'tarilsin. Sizlar kachok bo'linglar, men pachok bo'lib yuraveraman. Ani bormi, ignayib? Bor. Yo'q, onasini u ham bor-ey. Dime si tú estás para mí, como yo estoy puesto para ti. Yo'q. Va, tez ayt bolalarga. Bo'laman, tushundim. Hozir men bolalarni chaqiraman. Xo'p. Sen ancha men qancha qiynalgan. Sen ham qancha qiynalding. Sen to'g'ri gapir, to'g'ri. Tezroq ketish kerak ekan, jo'ra. Qayerga? Chemodanlar yoki
Odammasman qol desam, odammasman. Hovliqma to'g'ri gapir. Ha gap nima gap gapir? Bobur ana qilyapti debdi-da. Boburmi? Ha, Bobur. Telefon. Ha, Bobur nima gap? Gapir. Nima gap tinchlikmi? Yangilikni dodasi bor, eshitinglar. Hamma qarindosh urug'ingga aytgan. Aziya Luxdan Turkiyaga keyingi haftaga dahshat qaynoq turlar e'lon qilindi. Eshitinglar. Antaliyaga har kuni reys bor ekan, 10 million so'mdan. Fethiyaga 28-iyul kuni bor, 10 million so'mdan boshlanadi bu ham. Marmarisga ham 28-iyul kuni bor, 9 million so'mdan. Bodrumga 29-iyul 13 million so'mdan. Biz 25 milliondan ketganini esinglarda bo'lsa Bodrumga. Karlovarliga 1-avgust kuni 16 million so'mdan. Sharm Sheyxga 1-avgust kuni 8 million 900 ming so'mdan. Bu pulli ichiga O'zbekiston havo yo'llaridan primoy reys, 7 kecha mehmonxonada yashash, mehmonxona konsepsiyasi bo'yicha oziq-ovqat, tibbiy sug'urta, transfer hammasi ichiga kiradi. Tez mana shu nomerlarga telefon qilinglar yoki Aziya Lux'ning saytidan bron qilsanglar bo'ladi yoki ilovasidan bron qilsanglar bo'ladi. Shoshinglar, joylar kam qolgan, foydalanib qo'yinglar. Mana shu hafta bo'ladi, faqat zo'r chegirmada tur olsanglar bo'ladi Turkiyaga. Maza qilib dam olib kelasizlar. Voy qarindosh urug'ingga aytgin. Tez chamadan yig'ishtir, balki biz ham ketib qolarmiz. Gap yo'q. Zo'ragan ekan. Hoshim aka. Uydagilarim boshqaga yerga berormoqchi. Deyapsan mushtari. Axir men sensiz bir daqiqa ham yasholmayman-ku. Axir bu taqdir Bahorim. Mushtari, bir narsani unutma. Men sensiz bir daqiqa ham yasholmayman. Ve boraylik. Hoshim aka. Tinchlik mushtari. Sensiz yashamayman degandiz. Yashayuribsiz-ku aylo. Aytsam ishonmaysan. Tanam tirik, ruhim o'lik. O'zimdan o'tganini o'zim bilaman. Baxtli bo'l. Qiynalib qopti-ku Bahor akam, ancha. Bomba kimda? Bombani Hoshim aka, sensiz yashamayman deb kontur o'ynab o'tiribsizmi? mushtari. Hayotda ko'ngilsiz hodisalar ro'y berishini inson oldindan bilmas ekan. Kulguliya. Nima deyapsiz? Sensiz umuman yasholmayman. Kecha kechqurun oyog'im tomir tortishdi. Sen mazoq kelding, esingdanmi? Qiynab qo'yibman-ku beg'uborim. O'ynang. Siz o'ynang, bugun davr sizniki. Cho'milmasak bo'lmaydi. Voy, boraylik. Hoshim aka, o'zi peribor. Sensiz yashamayman deb semchga chaqirib o'tiribsizmi? Yes. Tushunmayman. Sen meni qiynalmayapti deb o'ylayapsan mushtari. Kecha qanaqa otravleniya bo'ldim? Ha, yomon otravleniya bo'ldi. Mo'ribanu bo'ldim. Endi semchga chaqirtgan sababi gazak semchkasi bo'lgani uchun chaqiryapman. Mag'zi shirin, dona-dona, qurtlari ham bor, mag'zlari ham bor mushtari. Shuning uchun chaqiryapman. Unda tashqari qara. Xarid qilingan har bir mahsulotning 1% saraton bilan kasallangan bolalarga berilar ekan. Shuning uchun bir nimadir foydam tegsin deb chaqiryapman mushtari. Sen qayerdan bilasan qiynalayotganimni? Tushkunlikka tushirib qo'yibman-ku dildorimni. Bara berib. Hoshim aka! Ya nima bor sanga? Sen meni orqamdan poylab yuribsanmi? Yashayapman. Nima qilay? Bitta qiz uchun endi o'lib ketaymi? O'zi tashlab ketdi meni. Shunday deyiladi, nomiga sensiz yasholmayman, nomiga aytiladi-da. Kim yashamaydi? Hamma yashaydi. Bara. Qizim, yaxshilab eslab qol. Hech qachon eringning telefonini titkilamagan. Agar titkilasang, men sendan noroziman. Baxtli bo'linglar. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Sharsharadik to'lg'anadi sochlaringiz. To'yingiz-ku bugun nega quvonmaysiz? Shu sifatli vaflilarda shirin bo'lsin hayotinglar. Ter. Bitta terib olib kelyapman. Ay qizim borgan joyga toshday qotsin. To'zoy bo'ldi aka. Artistlar ketdimi? Ketdi aka. Dada, Ket, turqing qursin. men keldim.
Ering telefon tutdingmi qizim? Tutdim ha. Tutib qo'yibdi-da. Tutib qo'yibdi-da. Bir sutga chidamadingmi? Qo'ling qichidimi? Chidolmadingmi bir sutga? Chidolmadim-da, dada, onasini emsin, chidolmadim-da. Hammang bir ko'rsan, baribir tutasanlar. Baribir tutasanlar. Chidolmadim bevafoning zahriga man. Salom, keling, salom, kuyov bolaga. Salom. Tentakmisizlar? Oyim qilgan ko'rpachani to'shyapsizlar. Iltimos kir qilmanglar, oyim qilganda. Siz turing, o'tirmang. Cho'kib ketadi paxtasi. Onangni qilgan ko'rpachasimi bu? Oyijon, no. Tentakmisiz? Bu fujerda meni oyim berganlar-ku. Mana piyolada ichivering, o'lib qolmaysiz. Mana qara. Shu onang fujia jo'natibdi, farosatdan qo'shib jo'natmabdi-da. Aytaymi, olib kelsammi? Oyim aytuvdilar-da, nima kam bo'lsa ayt, olib kelib beraman degdi. Jiya, sen unda qilmasding-ku uchrashuvda, nima unda bo'lyapsan, ha? Dada. Oyim qilgan banni xalat kiyyapsiz, tentakmisiz? Usilda bir narsa bo'lganmi? Yo kapanga odammisizlar? Nima qilsa oyim qilgan narsalar. O'zingni kelmadimi farosating? Voy, Xitoyga zakaz bergan ekan, yaqinda kelib qoladi, xavotir olmang. Kelin, nima qilay, yechaymi? Yo, endi satqaysar. O'ldim. Sizlar toza tentak ekansizlar-ku. Nega oyim qilgan choynak pochta ishlatyapsizlar? Tur o'rningdan. Tur o'rningdan. Sen choynak pochingga tur o'rningdan. Xitoyga boramiz. Inangni boramiz. Tur. Aya dadasizlar ham turinglar. Yuringlar. Onamga boramiz. Onangni Aya, dada, men Tavrabdan yangi uy oldim. Tayyor kadastr bor, tayyor remonti bor. Shunday kirib yashaymiz bo'ldi. Oyim qilgan ko'rpa to'shaklarni ham olib kelamizmi? Qunchaqa. Jumidi. Hisob pulni qaydan olding? Boshlang'ich 25-30% to'ladim. Qolgan qismini taqsim to'lov tizimi orqali 5 yildan 10 yilgacha bo'lib to'lashga oldim. O'zining davlat maktabi bor, parkinkasi bor, yonginasida metro bor, aeroport bor. Bitta uyning ichini ko'ring. Yo! Rostdan ham remontlar bilan ekan. Oyim bergan vagimalarni ham olib kelaylik. O'chir ovozingni. Onang bergan bitta cho'p ham bu uyga kirmaydi. Shu uchun bu uyni sotib oldim. Pam. Kuyov, yangi uyga yangi gilam olib keldim. Gilam bilan kerak emas. Agar mana shu gilam mana shu uyga solinsa, butun umr minnat qilib o'tadi meni. Oyi, parasat olib kelmadingizmi? O'shanga kuyovingiz kayfiyati yo'q. Voy, izlamagan joyim qolmadi, qizim. Parasat qolmabdi. Buni onasida ham farosat yo'q-ku. Boring, parasat toping. Qayerdan topadi hozir? Kech bo'ldi. Qayerdan topadi? Ay qahar omadim. Oyijon, ayamlarga borib kelsam maylimi? Mayli, boring. Faqat shu dadajoningizdan bitta so'rab ko'raylik, xo'p? Dadasi! Ay, o'lgaring. Ichingiz keldimi? Chiqdingizmi? Yo'q. Yo'q dedim katta. Ana ko'rdingiz, yo'q deyapti. Endi erkaklar uyda ustunida. Yo'qoling, boring, ishingizni qilavering. Xo'p. Bala bormi? Har ikki kunda birdan onasinikida. O'zar aka. O'zar aka. Ha! Yangi ketmonlaringiz berib turing. Hozir akangizdan bir so'ray, uyda erkagida. Dadasi qo'shni ketmon so'rab chiqdi. Yo'q. Yo'q demang, endi bitta qo'shniga ketmon dastan qizg'anmang endi ber. Yo'q. Yo'q deyaptilar, o'zlari ishlatar ekanlar. Ha, mayli. Mana ketmon sanga. O'g'lim, qayda yuribsan, a? Otang so'rayapti seni. Tez yetibki o'ldiradi seni. Dada, men keldim. Kelgan bo'lsang menga nima bolam? Kelasan-da uying bo'lgandan keyin. Kir uyga bolam. Zo'rg'a bosdim. Vajohatidan fil qo'rqayotdi. Onani yaratmasin ekan, bolam. O'rtalangda qolib ketdim-kimday. Quyon qara bo'riga. Iltimos, meni yemang. Ikkita bolam bor. O'chiray, sharmandalar. Otang ana yerda uxlolmay yotibdi. Ovozini o'chirsin dedi. Bilasan-a, otang jahli yomonligini. Erta aytib beradi. Aytma ertak. Mancha xurrak otasiz, qanday uxlayapsiz shunaqa shovqinda?
Yomon masa qilib uxlayapman. Anchadan beri bunday uxlamagandim. Nimaga uyutding? Yoting. Uyutding. Kelin, dadangiz aytyapti, kirlarni juda yomon yuvayotgan ekansiz. Yo'q, oyijon. Voy. Ana ishonmasangiz so'raymiz. Dadasi? Meni onam yaxshimi, yomonmi? Yomon. Juda yomon o'lsin. Ana, ko'rdingiz, yomon deyapti. Oyijon, kirlarni men babiyda yuvganman. Babichi oq kirlarni oppoq qilib qo'yadi. Umuman dog' qoldirmaydi. Allergiya ham chaqirmaydi. Top-toza yuvadi. Ana shu top-toza qilib yuvayotganingiz dadangizga yoqmayapti. So'ra ruxsat beradi. Dadajon, o'tgan safar ayamkiga ruxsat bermadingiz. Bu safar enamkiga ruxsat berasizmi? Qiziq. Kim mendan so'radi? Men qachon ruxsat bermadim? Men doim za bo'lganman. Xohla ayazga keting, xohla enangizga keting. Men zaman. Ruxsat bermang! Berib bo'ldim. Shuncha qilganimni tiqdingiz. Qara men ham chalaman. Ya og'zingda jo'p. Svistda cholma. Svistda cholsang o'g'ri keladi uyga. Assalomu alaykum. O'g'ri chaqirtirgan ekansizlar, keluvdik. Dostойный narsalar bormi o'g'irlashga? Biz chaqirtirganimiz yo'q, aka. Kimdir shu uydan svistak chaldi-ku? Bilmayman. Men bilmaganimni bilmayman-da. Men ham bilmayman. Olam? Ana shu ovqatning mayini qoshingga surt, zo'r o'sadi. Yo'q. Ha? Sinab surt. Yo, to'g'ri, astag'firulloh. Kampir! Ha? Men bularning qo'shini qara. Yomon chiqdimi, aya? Zo'rku. Jamila xola ishtoningizni berib turasiz ekan, ayam aytdi. Nimaga? Ana siz egiz tuqqan ekansiz, shunga ishtoningizni opamga kiydirsa, opam ham egiz tug'ar ekan. Voy. Hozir Hanifani qiziga berib yubordim-da. Ishtoningiz bittami? Jalkami bitta sarsiq ishton. Aya, choyimda quruqcha tikka turibdi, nima bo'lardi? Mehmon keladi-da. Buni qorni ham bor ekan, bo'g'oz kelyaptimi deyman. Bular ko'pchilik-ku. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Voy, siz siraz kelar ekanda. Sizlar choyga tushgan shamami? Qo'shi kamalak, pirzaboni. Qo'shi kamalak, pirzaboni. Ola o'ynamay ko'nglim. Kechqurun siyib chiqasan. Qo'y o'ynasa o'ynaversin, kampir qiziqsani. Mana lalaku borku. Namlikni saqlaydi, allergiya chaqirmaydi, taglik borligini ham sezmaydi ikkalovi ham. Xotirjam uxlaydi. Qo'shimiz ilishki o'sib ketmayaptimi, uka? Bilmasam, chiroyli turibdi-ku. Ilohi amin. Amin. Qizim kuyov bilan qo'sha qarib baxtli bo'linglar. Amin. Hech qilib bunisidan ham qaytib kelmagin. Bolam, orqasidan to'shat. Nimaga? Irimi bor. Borgan joyda tosh yo'qotadi. Men otayda. Ochinglar. Nima bo'pti? Kuyovni miyasini qattiq chiqib ketibdi. Toshni uribman o'zi ham. Voy, bunisidan ham qaytdi. Qaytmadi. Borishga usbat qilmadi. Yerim menga sani. Dastlabki hisob keladi. Siz? Ne? Kim ekan u? Zapa. Uyalmaysan, otang tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Qosh ko'zi qop-qora, sochi jamalak qiz, kelajagi yo'q, tungi kapalak, esiz. Einstein. O'sha. Uyalmaysizlarmi, qizingiz tengi odamlar bitta kvartirada, ha? Puli go'shtingmi? Puli go'sht. Tinchlikmi? Qo'shmachi. Rozopa. Siz uyushtirdingizmi bu uchrashuvni, ha? Siz boylarga qizlarni topib berasiz-da. Topgan hunaringga sani. Pochoskani qara, sherkalla, Mufassaga o'xshaydi. Что за шум? В чем дело? Kim edi bu qari tullak? Guadalupaning onasimi? Yo, bu xozayka bo'lsa kerak, ha? Suv tishni qo'ygan sizlarni. Uyalmaysizmi, xola? Qarisi bor uyni parisi bor deydi. Siz parichga qo'ygansiz. Tavba qiling. Dada? Siz kim bilan
Guadalupani onasi bilan. Yo'q, necha xonali uyingiz, ona? O'zbeklar bekorga qaynota kelin degan novella olmas ekan. Hayotdan olar ekanda, ha? Sizlar bilasizlar nima yeyishni? Chef lavshasidan yeyapsizlarmi? Buni har xil ta'mi bor-da, ha? Ot go'shtidan indekalik sirligi ham bor-da. Ot go'shtidan yeyapsizlarmi? Kuch bo'ladi-da, ha? Bo'ldi qiling. Bu meni oilam bo'ladi. Siz noto'g'ri tushunyapsiz. Bular meni oyim, bular meni adam, buvim bo'ladilar. Dadam nima qilyapti? Bizanikiga sovchilikka kelgandilar. Bo'ldim, endi qizinglarni bermaysizlarmi? Beradi, bermay qayerga boradi? Yo'q, dada bermaydi. Nimaga bermaydi? Onasini sherkala deb qo'ydim-ku. Hovli qilib o'l. Bilmadim. O'xshaydi-da. Amin. Voy. O'zim yig'ishtiraman, dadajon. Kelin olganimiz esimizda yo'q. Qo'y. Endi kelin noto'g'ri tushunmaysiz. Bizning oilada qiz bo'lmagan. Mana shu 4 ta ho'kizdek bolalarni onasi tug'ib o'lib ketgan. Shunga bolalar uy ishlarini o'zlari qilib o'rganib qolishgan, refleks. Qo'li ketib qolaveradi. Mayli, o'zingiz yuving. Faqat idishlarni yog'lama qilib yuvmang, xo'p? Xo'p. Erta tong bilan Dilnavo. Kelin turdingizmi? Yaxshi, malades. Bu qaynakalaringizni noto'g'ri tushunmang. Kecha aytdim-ku, qiz bo'lmaganiga bular ertalabdan turib ishlashga o'rganib qolishgan. Bizga dejavu bo'lib qolgan bu. Sizga bir non yopdim, kulcha non. Shuni bir tishlab niyat qilib yesangiz, tug'iladigan o'g'lingiz o'g'il bo'lib tug'iladi. Mayli, bering, o'zim supuraman. Bering, xotiningni o'zi supuradi. Qo'y. Sen bor, qaymoq olib kel. O'g'lim, o'tini yaxshi yoqmabsiz. Non qizarmadi. Tappi yo'q. Tappi qiling deyman-ku, o'g'lim. Onangiz yo'qligini bildiryapsiz, o'g'lim. Yo'q, yaxshilab ana qolib ketyapti. Ha, dada, nima qilyapsizlar? O'zim qilaman-ku. Kelin. Endi noto'g'ri tushunmaysiz, siz kelmasingizdan oldin o'zimiz qilardik-da shunaqa ishlarni. Endi bizga deplyatsiya bo'lib qolganda bu ishlar. Mayli, keling o'zingiz qiling. Davay, yo'q. Sen chayasan, hayol surma. Dadajon, endi shuni qilmanglar, o'zim yuvaman-ku. Kelin, noto'g'ri tushunmang. Endi bizda qiz bo'lmagan-ku, o'zimiz kirlarni yuvorib, bizga zapadlo bo'lib qolganda. Bering, o'zim yuvaman. Mayli, keling yuving. Faqat bavida yuving, xo'p? Bu rahmatli onasi o'lishidan oldin aytganda. Faqat bavida kirlarni yuvinglar deganda. Sababi oq kiyimlarni oqartirar ekan, dog'larni ketkizar ekan, allergiya chaqirmas ekan. Yig'lama. Onangni eslatdim-a? Igna kirib ketmasin, ehtiyot. Dadajon, nima qilyapsizlar? Kelin, ko'rpa qo'yamiz. Yo'q. Qaynukangiz yaqinda to'y-ku, shunga paxtasini almashtiraylik, besplashadli bo'lib ketibdi. Bering, o'zim qilaman. Keling. O'zingiz qiling. Ehtiyot bo'ling, kelin. Hozirgi kelinlarni shunday qilib ishlatmasang, o'zidan bilib qilmaydi. Boshini jo'rtaga boshlab berasan, keyin o'zi xijolat bo'lgandan davom ettirib ketadi. Nima ish qildiramiz? Kompot yopib turaylik. Banka yopib turamiz. Menga qara. Sen jo'rtaga bankalarni yopib turasan, sen krishkasini yopib turasan, men pomidorni to'g'rayman, xo'p? Men nima qilay? Sen bunisi ko'rinmasdan turchi nima deydi? Bori qolsan, boya onangni deb nimaga yig'lading? Onang o'lganiga ancha bo'lgansan, endi deysan, onangni ko'rmagansan. U onasini ko'rmagan, yig'lab yotibdi. Assalom qarindoshlar. Qandaysizlar? Biz Toshkent sutida. Mardonbek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingiz jimtab turing, ana qilib turing. Toshkent sutiga keldik. Shunday chiroyli, ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Kelingizlar sizlar ham, maylimi? Hozir rasmlarga tushaman, shunday jo'nataman. Voy, Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Aylansang menga nima, so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi, men ichimda kuydirib. Minglariga kirib yuring.
40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy Ovsinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi boribsizlar-da? Yonida svetofor bor, qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilan men qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanman. Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdi. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Emil, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi? Temirda rasiga tiqib shashlikmi nima go'sht pishiradi-ku, nima edi? Men qaydan bilay-u nima u? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat. Ana qarindoshlar, biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki Mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Siz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jondi. Jigarlarim oh mening. To'yxonani to'ldirib, suymagani suydirib. To'yxonani to'ldirib, suymagani suydirib. Hey artist, o'chir. Selektorga kirishim kerak. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Chilonzor bilan Yunusobodda issiq suv bilan sovuq suvni o'chirdik. Hisobotlar tayyor, ertaga yetkazaman sizga. Qo'y o'zi nima shug'ullangan? Davlat ishda ishlaydi. Ayt. Qo'shiqda ayt. Bitta turqingizni ko'ray. Abdiz deding. Qo'likcha ekansiz. Yoshingiz katta ko'rinar ekan. Siz ham meni sevimli qahramonimga o'xshar ekansiz. Qaysi? Gargamen. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Xo'p bo'ladi. Срочно ketishim kerak. Nimaga? Ishxonada dejurstvo ekanman. Bormasam bo'lmaydi. Uydagi dejurstvani kim qiladi? Uni ertaga qilaylik. Yanami. Ona duo qiling. Onam deb o'ylayapman sizni. Dada duo qiling, ishga ketishim kerak. Yana ketyapsizmi? Kelin davlat ishida indamang. Yo'ling bexato. Ey xudo, shu gargamenim uyda bir kecha dam oladigan bo'lsin, odamga o'xshab diydoriga to'yay. Kal boshidan boshqa hech narsani ko'rganim yo'q. O'g'lim, ukang to'yini 17-ga belgilasak. Vaqting qanday? Selektorlari bor. 22gacha bolam. Hisobot topshirishlari kerak. 29chi aka. Bir haftaga komandirovkaga ketyaptilar, Nukusga. Ohangaronga. Uylanmas ekan, andan yana. Artist vaqti bor-da, aya. Lekin mana uni vaqti yo'q umuman. Eshitaman Davlat Nazarbekov. Hozir boraman. Xo'p. Bugun yakshanba, dam oling. Bir kungina dam oling. Nega telefonni otdingiz? Turqingiz qursin. Telefonim-ku mayli. Ichidagi sim karta Mobius edi. Yangi orzu tarifiga ulangan edim. 400 gigabayt internet berayotgan edi. Telefonda gaplashish VPN edi. Instagram, Telegram, WhatsAppga kirish VPN edi. Meni orzularim-chi? Menim VPN-ku. Bolam, to'yinga 1 yil bo'ldi. Yangilik yo'qmi? Yangilik qayerda bo'ladi? Mana gargameningiz har kuni ishda bo'lsa, go'rdan bo'lsinmi yangilik? Erga tegib nima ko'rdim? Uyda ham o'tirdim-ku. Bu yerda ham o'tiribman. Ne хочу. Şeker kollarından şerbet içermen. Hurmatli подписчикlar.
Ko'p kishi yozibdi, eringiz qani, eringiz bilan yashayapsizmi o'zida? Men erim bilan ajrashdim. Nima bo'ldi? Kamila Lola ajrashibdi dadasi. Tavba qildim, nima ekan deyman. Kim edi u? Meni sevimli blogerim-ku bu. Bekor bo'pti-da. Like bos, padishka qiyin. Voy, mana 10 marta like bosaman Lola. Voy jonkalarim, qo'chqorlarim, ajrashgandan keyin uyga gullar to'lib ketdi. Ajrashib to'g'ri qilgan ekanman, pamoyman. Xotin. Papam. Ko'k piyoz bilan petrushka olib keling, chizni qo'shib salat. Voy, nari qarab gapiring, og'zingizdan chista hidi keladi bir. Shipshingizni yuving. Odamlar ajrashib gul olyapti. Bu esa menga ko'k piyoz ko'tarib kelgan. Shukr qil, menga qara. Nimangizga shukr qilaman? Tirikoyingiz ko'ta yamoqki. Qizlar ajrashgandan keyin shunaqa aktsion bomba bo'lib ketdi. Ana ho'kiz bilan yashaganimda 3 ta ko'raydi istoriyamni. Hozircha 30 ta odam ko'rib o'tdi. Это вообще нереально. Men ham ajrashsammikan? Bu bilan yashayversam, aktivim tugul ahvatim ham ko'tarilmaydi. Uy. Tabriklasanglar bo'ladi. Ajrashgandan keyin o'zimni shaxsiy mashinamni oldim. Xotin? Popolarimni yuvmabsiz-ku? Nima deyapman? Parashok yo'q-ku. Mana bari parashok olib kelganman-ku. Nima qiladi u? Bu oq kiyimlarni oqartiradi, dog'larni ketkizadi, allergiya chaqirmaydi. 100% Germaniya xom ashyosida qilingan. Xotin hamma hozir reklama qilyapti-ku. Aptini qaraman xunukligini. O'zingiz tushundingizmi? Men ajrashaman siz bilan, yashamayman. Nimaga? Ana, ajrashgan qizlar mazza qilib yuribdi, gullar oladi, mashinalar oladi, mana bunaqa karusellarda uchadi, kumkuk suvlarda cho'miladi. Ajrashamiz. Nimadir Lola? Kim eding Lola? Kamila Lola. Ana blogerman, yeridan shashgan. Ayni qo'yaverasiz. Seni videolaring deb men xotinim bilan ajrashdim. Sen ana gullar olib, mashinalar olib yurarding-ku, nima qilyapsan bu yerda? Hammasi yolg'on shuni yurasizmi? Pokazakon uchun aytaman. Dadasi. Tavba qildim. Nima qilyapsiz siz bu yerda? Siz ana ko'mko'k suvlarda cho'milmoqchi edingiz, karusellarda uchmoqchisiz, nima qilyapsiz? Men mana Lologa ishonib aldanib qoldim-da. Men sizni shunday yaxshi ko'raman, og'zingiz tutib ketsa ham yaxshi ko'raveraman, yirtiq ishtonlaringizni ham yaxshi ko'raman, katta kallaringizni ham yaxshi ko'raman. Yarashaylik. Bizni sevgimiz boshqacha. Xotining namuncha ko'p cho'miladi, ermakka cho'miladimi? Endi terlaydi, cho'miladi. Qadamini o'ylab qolsin, o'zi yoqmay turibdi. Yo'q qilib yuboraman. Cho'milayotgan bo'lsam 2 paqir suvga cho'milyapman. Ayrim joylarimga suv yetib borayotgani ham yo'q. Bilaman. Menga qarang, yo meni tanlang, yo onangizni. Menga sen ham, onam ham kerak. O'g'lim, sen akangga o'xshab xotin qilib bo'lma. Akang onasidan kechib xotinini tanladi. Xotiniga nakallena o'tirib, qo'lini o'pganini o'zim ko'rdim. Yo tavba. Menga qarang. Akangiz xotin quli bo'lsa zo'r-ku. Zo'r. Undan ko'ra lalaymasdan tezroq uyiningizga oling. Ona, ana makaronkali o'g'liz bor-ku, sizni aqotizga zahar solib, o'ldirib, uyda o'zini nomiga o'tkazmoqchi. Ana yangacham aytib eshitdim. Voy noshkurlar-ey. Men ana katta ho'kizi bolasiga ertalabdan kechgacha qarayman. Tuvagini to'kaman, po'qini yuvaman. Menga bo'lgan rahmati shumi? Kerak bo'lsa bolasiga o'zi qarasin. Ona, siz cho'milib yuravering. Anetta enam sumagimni tozalaganini, tagimni tozalaganini minnat qildi. Undan ko'ra lalaku tagligidan kiydiringlar. Ertalabgacha mazza qilib uxlayman. Namlik tushaydi. Allergiya ham chaqirmaydi ona. Dada, siz tug'ilganimda qo'y so'ygan ekansiz. Ana ukangiz, amakim tug'iladigan bolasiga uydagi molni so'ymoqchi. Uydagi molni? Yes. Da.
Oh, o'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kun mazga yor, nachaliging ham keldimi? O'g'lim, dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ama onasini yemsan, bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi, dada. U eng yosh kattami sanda o'g'ling? Mana majbur bo'ldim-da, dada, nima qilish? Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami? Uni Ira Maksim Gorkiy-ku. Что говорит он? So'kin men rus Ya tilida jizzacha, sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad, ovqat kattalar boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vilat o'rtasida o'yin yosh katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vilat, nima o'rayapsan otangni? Dada, keling, sizni ham Vilat rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Papalam. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Arroq ichib multik ko'ryapti. Ey, Vilat! Dada, qayerga olib keldingiz? Riveradagi Brent bozorga olib keldim. Manuskrat. Nima edi ismi? Vilat. Vilatni o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgan olib keldim. Brent bozorda Ava, Damat, Polo, Deremot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panela, ponela. Dada deyapti, qara. Damatni kostyum shimlarini bilasizlar, 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yerda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dadasini bolasi. Dada. Deremot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yerda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat Brent bozorida ko'rasan. Borga qol kiyinib chiq. Иди сюда отсюда. Иди сюда, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Xotining keldi. Vilat o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. To'y qil ko'zingga ko'rinma. Ota, bu xotinim emas. Kim? Qizim. Yo'q, uni. Doshinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, uni mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи.